Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan mana 4 ko'zli kamera haqida gaplashamiz. Shu kameramizni olganlarga 32 talik original chip qo'shib beramiz. SanDiskdan ultrasidan. Xo'p, keyin plusiga nima desalar, plusiga mana ikkita quyosh paneli, mini stansiyasini ham qo'shib beramiz do'stlar. Bemalol kecha-yu kunduz tok kerak emas. Endi ba'zi xudo xolasa qish kelyapti, svet o'chmaydi degan umiddamiz. Shuning uchun dalalarga qo'ymoqchi bo'lsalar, uylarga, mahallaning boshiga bo'lsa mana shundan qo'yib bersalar mana baravariga tok beraveradi, quyoshdan zaryad oladi kameramiz. Xo'p, pastdagi odamni ko'rganda o'zi avtomatik aynalishda boshlaydi. To'g'rini olib turadi. Oldidagi ikki o'chakadagi o'ng tomon, chap tomonga, tepaga, pastga qilib qo'yaverasizlar. Mana burilishini qaranglar. Bitta sim karta bilan ishlaydi. Dunyoni istalgan joydan turib boshqaraverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mutlaqo bepul. Shu kameramizni ko'rib turganlaringizdek chip miplari bilan xullas mana shuni yetkazib beramiz do'stlar. Kimga kerak bo'lsa Telegram orqali zakaz beringlar akalar. Bepul yetkazib beramiz, telefonlaringizga ham sinfga qilib beramiz.